Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Rahmat. Yengisidan bormi? Xonimmi? She'r edi, onajon. She'r aytamizmi yana? Bitta eshitdim, Onajonim ona. tug'ilgan kunlariga yangi atab yozgan she'rim bor. Qani? Boshidagi ro'molin oxori to'kilmagan, yillab kiygan ko'ylagin cho'klari so'kilmagan, duo qilsa duolari doim bo'lar ijobat. Jannatlarda hurlar hali sizdan bo'lar hijolat. Choyga solib uvitar, chaynolmayin nonini Robbim nurga to'ldirgin. Onajonim boyini, men-ku hali onamni rozi qilganimcha yo'q. Boyiga guldan to'shak hali bichganimcha yo'q. Yer domiga tortadi qancha odamni. Robbim sendan o'tinchim, omon saqla onamni. Alloh rozi bo'lsin onajonim. Rahmat. Ishonasizmi? Mana she'rlaringizni eshitgan insonlarning hammasi iltimos qilishdi. Mana shu gullarni muxlislarning nomidan olib qolasiz onajon. Rahmat. Siz bundan ham ko'piga loyiqsiz. Rahmat sizga kattagon. Sog' bo'linglar. She'rlarni to'g'risini ayting. Qanaqa qilib yozasiz bunaqa qalb ko'taradigan she'rlarni? She'rni qalb yozadi bolam. Alloh rozi bo'lsin onaxon. Siz bundan ham chiroyli gullarga loyiqsiz. Rahmat sizlarga.